Janoza o'zbek kino olamida og'ir judolik. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshida vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti fidokorona xizmatlari uchun orden sohibi, teatr va dublyaj aktyori Yoqub Ahmedov 87 yoshida vafot etdi. Mashhur san'atkor 1938-yilning 3-yanvar kuni Namanganda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgandan so'ng 1958-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatri aktyori, 1992-yildan esa shu teatrning direktori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Yoqub Ahmedov uzoq yillar shu ijodiy jamoada ishlash jarayonida 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni o'ynadi. Dastlab Uyg'unning Parvona asari asosida sahnalashtirilgan spektaklda Murodjon rolini o'ynagan aktyor bu birinchi va mustaqil roli ustida tinimsiz mehnat qildi, izlandi. U roldan rolga o'sib, keyinchalik qator ajoyib obrazlar yaratdi. Yoqub Ahmedovning keng san'at muxlislariga tanigan ilk obraz bu Turob To'la ssenariysi asosida rejissor Yo'ldosh A'zamov tomonidan 1958-yilda suratga olingan Furqat filmidagi Furqat obrazi bo'ldi. Shundan keyin Yoqub Ahmedov kinoda 30 ga yaqin obraz yaratib, o'zbek kino san'atida ham o'z o'rniga ega bo'ldi. U yaratgan Oqxoy, Ganga qizi, Azizbek, O'tgan kunlar, Amir Olimxon, Qora konsulning halokati, Shayx Hamza, Sultonli, Mehrobdan chayon va boshqa obrazlarni alohida ta'kidlash o'rinlidir. Shuningdek, Yoqub Ahmedov o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilgan 400 dan ortiq filmga ovoz berdi. Taniqli san'atkor Alisher Navoiy, Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Girdob, Ichkiyo va boshqa video filmlarda ham yetakchi rollarni ijro etadi, deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.